Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylarida yashab atgan mening suyumli Uyg'ur qarindoshlarim. Men Kanadaning Vancouver shahridan Kanadadagi barliq Uyg'urlar nomida sizlarga o'ttiq salom yo'llayapman. Mush fursatdan foydalanib eng avval mush kunlarda o'zini Uyg'ur deb o'tayotgan har bir qarindishimga rahmat aytmoqim kelsa, yana bir tarafdan dunyoning narida bo'lmasin, mayli qanday ishni qilgan bo'lmasin, bizning qalbimizda bir daqiqa bo'lsa-mu bir suyunish Pəxriniş his qıldırğan aşıq qarındaşlarımğa texmo çoğunqur rəhmətimni aytmoqchiman. Şundaqla şulardan birisi bo'lgan Qozog'istondagi yosh talentlıq naqshchimiz Mövlütjon To'xtaxonovni tilg'ab o'tmoqchiman. Mövlütjon, biz chet ellik Uyg'urlar sizni 2019-yil fevral oyining oxirida YouTube qo'ygan Uyg'ur ismi degan naqshingiz bilan keng tondiq hamda naqshlaringizni bak yoqtirib angladik. Mövlütjon To'xtaxonovning Uyg'ur ismi degan naqshini anglaganimda men bu o'g'lonimizning faqat naqsha aytishdagi nihoyatda yuqori mahoratini ko'rib qolmasdan, balki o'zining millatiga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatini ko'rdim. O'zining san'atiga bo'lgan cheksiz muhabbatini ko'rdim. Bu qarindishimizning naqshlarida nihoyatda mardonlikni, shundoq bir odamga kuch-quvvat, tasalli bera oladigan bir jasoratni his qildim. Yaqinda xalqim degan naqshini tarqitibsiz, bu naqshingiz chiqibdi. Bu naqshining mazmunini tilg'ab o'tsam, intayin obdan yozilibdi. Biz Uyg'ur xalqining qalb sadosi bo'libdi. O'zligini qadrlaydigan Uyg'ur millatining ma'rifatparvar ekanligi, almisaqdan tortib ilm fanni mashal qilib yondiganligi, mashal qilib mangdiganligi tasvirlanibdi. Endi muzikasida bo'lsa, 12 muqam, do'lan ahonglari hozirgi ahonglar bilan birlashtirilgan bo'lib, Sama usuliga obdan tushdi ekan bu yoshlarning sama usullarini o'rganib, davomlashtirishga nihoyat mos kelibdi. Men buni shu munosabatdan foydalanib, shoir inimizga, kompozitor inimizga o'zimning rahmatini bildirib olmoqchi. Sizlarni biz igiz tog'larning cho'qqilarida ko'raylik. Alloh buyursa, natijalarga mansub Mövlütjonning bizga bo'lgan mehr muhabbatini, millatiga bo'lgan sevgisini ash qora ko'zlarida qalmashgan qaddi qomatida ko'rib anglashni to'rt ko'z bilan kutyapmiz. Men yana shu munosabatim foydalanib, oxirida Qozog'istondagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimning bizning millatimizning madaniyatini, san'atini saqlab qilishda o'ynayotgan mislsiz, cheksiz hassiga, to'kpisiga chin qalbimdan rahmatimni bildirib olmoqchiman. Biz Uyg'urlar mayli nada bo'laylik, qo'lni qo'lga ching tutishib, bilimangdigan bo'lsak, Alloh buyursa, natija bizga mansubdir.